Yoshlar markazi yana bir muhim ma'rifiy va ijodiy loyihaga mezbonlik qilmoqda. Viloyatda jurnalistika, axborot kommunikatsiyalari va zamonaviy media yo'nalishlarini rivojlantirishga qaratilgan 5 kunlik media haftalik tadbirlarga tantanali ravishda start berildi. Yon atrofimizda bo'layotgan yangiliklarni aholiga tezkor hamda shaffof yoritib berishda ommaviy axborot vositalari vakillaridan tezkorlik talab etiladi. Albatta, bu jarayonda ularning bilim hamda salohiyatini oshirish talab etiladi. Shu maqsadda Sirdaryo viloyatida 5 kunlik media haftalik start oldi. Media haftalik doirasida ommaviy axborot vositalari vakillarini bilim salohiyatini oshirish, bugungi kun bilan uyg'unlikda ularni faoliyatini olib borish bo'yicha bir qator yangiliklarni yetkazish maqsad qilingan jarayonlarni demak biz bilan birga kuzating. Mazkur loyiha hududdagi ommaviy axborot vositalari faoliyatini yanada takomillashtirish, jurnalist va blogerlarning kasbiy ko'nikmalarini oshirish, shuningdek yoshlarning media sohasiga qiziqishini kuchaytirishni maqsad qilgan. Eng ahamiyatli tomoni shundaki, mashg'ulotlar faqat ma'ruzalardan iborat emas. Bu yerda eng e'tibor qaratilgan muhim nuqta shu hamma mashg'ulotlar, seminarlar amaliyot bilan bog'langan. O'sha keyslar asosida, real keyslar asosida xatolarni ishlash, umuman faoliyati davomida duch kelgan holatlarni tahlil qilish, savol-javoblar, interaktiv muloqotlar asosida bunaqa jonli bir maydonga aylanadi. Haftalikning ochilish marosimida viloyatdagi televideniya, matbuot, internet nashrlari vakillari, blogerlar, talaba yoshlar hamda soha mutaxassislaridan iborat qariyb 600 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Tadbir davomida bugungi media makondagi yangicha yondashuvlar, raqamli jurnalistika imkoniyatlari hamda axborot uzatishda mas'uliyat masalalariga alohida e'tibor qaratildi. 5 kun davom etadigan loyiha doirasida tajribali jurnalistlar va media ekspertlar ishtirokida seminar, treninglar, mahorat darslari, ochiq muloqotlar hamda amaliy mashg'ulotlar tashkil etiladi. Shu media haftalikda hozirgi zamonaviy axborot maydonida ma'lumotlarni fakt-checking qilish, tekshirish, aholiga sifatli, tezkor, qulay ma'lumotni yetkazib berish bo'yicha darslar o'sha malakali mutaxassislar tomonidan o'rgatilmoqda. Ushbu loyiha viloyatimizdagi o'sha aholiga axborot beruvchi turli jurnalistlar, bosma nashrlar, axborot xizmatlari, blogerlar, SMMchilar, kontent yaratuvchilar uchun foydali bo'ladi deb hisoblayman. Ishtirokchilar uchun kontent yaratish, video montaj, mobil jurnalistika, intervyu olish madaniyati, ijtimoiy tarmoqlarda samarali ishlash kabi yo'nalishlarda ham amaliy tavsiyalar beriladi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bugungi tezkor axborot davrida nafaqat jurnalistlar, balki keng jamoatchilikning ham media savodxonligini oshirish zamon talabi hisoblanadi. Ana shunday loyihalar esa sohaga yangi bilim va yangi qarashlarni olib kiradi. Media haftalik davomida eng faol ishtirokchilar rag'batlantirilishi, ilg'or taklif va loyihalar esa amaliyotga joriy etilishi ko'zda tutilgan. Sirdaryo viloyatida start olgan media haftalik nafaqat soha vakillari uchun tajriba almashish maydoni, balki axborot makonida sifat va professional yondashuvni mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim platforma bo'lishi kutilmoqda.